Assalomu alaykum qadrdonlar. Navbatdagi mavzuyimiz tabassum haqida, kulish haqida. Oddiygina Ahmad birinchi she'rini boshlayman doimgidek va yana keyin izoh berib o'taman. Mavzuyimiz kuling do'stlar, jilmang. Subhidan erta tongda shamol esarkan mayin. Chuqur nafas oling-da, kuling do'stlar, jilmang. Qilarkansiz nonushta, siz baxtlisiz, bu tayin. Yangi kun, yangi tuhfa, kuling do'stlar, jilmang. Tashqarida odamlar, jiddiymi? Siz buni qo'ying. O'zingiz uchun bir bor kuling do'stlar, jilmang. Ishga kelsangiz boshliq so'kdimi? Siz atayin xonangizga boriboq kuling do'stlar, jilmang. Hamkasblar g'iybatchimi? Hech ham parvo qilmayin. Ayting, shunga shunchami? Kuling do'stlar, jilmang. Tushlikni yeyish payti shukr hissin bir tuying. Allohga hamd aytib kuling do'stlar, jilmang. Ishdan chiqdingiz, charchoq, ezyaptimi tinmang. Uyingizga qaytiboq kuling do'stlar, jilmang. Hozir davom etamiz. Oilada kam ko'zlar, tugar vaqt o'tgan sayin, topar kim neni izlar, kuling do'stlar, jilmang. Alisherning fikricha, bu dunyoni shundayin, qabul qiling boricha, kuling do'stlar, jilmang. Mavzuyimiz shunday edi. Bu she'rni yozishga ilhom bergan manba menda, ochiq aytaman, chetdan qaytganligini ko'ryapman. O'zbekistonda taqqoslaganda nisbatan bizda kulmayotgan yuzlar ko'proqda. Tilagim shuki, har kim shunchaki kundalik hayotdami, ishdami, servis sohasidami, boshqa joyda ta'limdanmi, iltimos kulib yuraylik. Rahmat, sog' bo'linglar.